bo'lmagan. Bizga nefrologimiz o'zgarishlar rosa bo'ldi. Ichki lug'atda kengaygan, qo'shilib boshlab o'ynayapti. Biza logo bo'limiga 1 yildan beri qatnaymiz. O'g'lim Abdulloh 7 oy Sanpi filialiga, logo bo'limi Sanpi filialiga borgan. Keyin uyimizga yaqin bo'lganligi uchun, Chirchiqda ochilganligi uchun bu filialga kelganmiz. Bu yoqqa 3 oydan beri kelamiz. 7 oyga borgan bo'lsa, shaharga o'g'limda o'zgarishlar yaxshi bo'lganligi uchun boshida kelganida taqlidi bo'lmagan, ismga nisbatan reaksiyasi bo'lmagan, tana a'zolarini umuman bilmagan. Keyin o'rganib, hammasini tana a'zolariga bo'lgan reaksiyasi o'zgargan, ismiga bo'lgan reaksiyasi o'zgargan, ko'zga nisbatan kontakti, oyoq uchida yurmasliklari hammasi yo'qolgan. Bizga nefrologimiz ras bilan ZPRR diagnozini qo'ygan bundan 1 yil oldin. Hozir bizda уже rasmimiz yo'q. ZPRR ham уже qoldi faqat. Dekabrdan beri Chirchiqdagi filialga kelamiz. O'g'limda o'zgarishlar rosa bo'ldi. Ismini o'zi aytyapti, ota-onasini ismini aytyapti. Hayvonlarning nomi, hayvonlar nima yeyishi, tana a'zolari, harflarni albatta to'g'ri biladi, ruscha, o'zbekcha. 10gacha ruschada ham sanaydi, o'zbekchada ham sanaydi. Umuman olganda o'zgarishlar rosa ham yaxshi, xudoga shukr. Har kelganida, uyga kelganida bizani xursand qiladi, yangicha so'zlarni o'rganadi, ichki lug'atda kengaygan, umuman bolaga nisbatan qo'shilib boshlab o'ynayapti. Oldin egoistroq bo'lgan o'g'lim, bolaga ko'p qo'shilmasdi, hozir bolalar bilan o'ynaydi, qo'shiladi, xudoga shukr. Umuman olganda hammasi yaxshi. Bu uchun bu filialda ishlaydigan hamma qizlarga, ma'muraga, anoraga, hammalariga kattakon rahmat aytaman. Bu yog'iga yana bugun mana konsultatsiya oldik. Yana xudo xolasa o'g'lim tuzalguncha shu logo bo'limiga kelib, qo'lni qatnaymiz, xudo xolasa.